Assalomu alaykum. Siz hali ham podpiska bo'lganingiz yo'q, lekin men shaxsan siz uchun zo'r idealniy bitta Spark olib qo'yganman. Kraskasi top-toza, orqa bagajningda bittagina petnochasi bor. Podpiskani bo'lsa, mana bu yurakchani bo'lku, qizartib taylan. Qani ketdik obzorga. Xullas kalom aka-ukalar, mashinamizning rangi ko'rib turganlaringdek oppoq, idealniy sostoyaniyada. Aka-ukalarimizga, opa-singillarimizga ham aynan mana shu mashinani tavsiya qilib qolaman, chunki rangi oq, ideal holda, orqa tonirovkalar mavjud. Tak, balon qismiga keladigan bo'lsak, baloni ham yappa-yangi turibdi. Yangi balon qo'yilgan diskachalari bilan. Zo'r idealniy bitta Spark kelganligi uchun maslaga obzor qilaman. Petnochasiga keladigan bo'lsak, aynan mana shu joyda petnochasi mavjud. Bo'ldi. Qolgan joy mashinaning top-toza, idealniy holda turibdi. Salon qismiga keladigan bo'lsak, salon qismiga ko'rsatib o'taman. Salon qismi prosta maza qilasiz buni ko'rib. Mashinaga realni mehr berilgan. Mers deflektorlar ham qo'yilgan. Holati a'lo, ideal holda turibdi. Yurgan probegi atiga 70 ming yurgan. Xullas kalom aka-ukalar, mashinamiz yili 2019-yil, yurgan probegi 70 ming yurgan. Mexanika, konditsionerlar ham mavjud. Holati idealni. Olasiz, prosta minasiz, chunki 1 gram xarajati yo'q. Mashinamiz faqat va faqat benzinda harakatlangan. 2019-yil, yurgan probegi 70 ming. Shaxsan men obunachilarim uchun 6450 qo'ymoqchi edik, unda qilmaymiz. Nimaga deysizmi? Chunki siz meni podpishchigim bo'lganingiz uchun aynan mana shu oppoq toychog'imizni 6400 ga meni obunachilarim uchun berib yubordik. Podpiskani bosib, yurakchani qizartib qo'ying. Tanlovda adashmang, bizdan uzoqlashmang. Xullas kalom aka-ukalar, har doimgidek Urgut.uz avto jamoasi faqat sizlar uchun xizmatda. Sog' bo'lasizlar.